Assalomu alaykum. Demak, sizlar bilan birgalikda bugun Packet Tracer, ya'ni kompyuter tarmoqlari sabag'ida eng ko'p foydalanadigan programmalarimizdan biri tarmoq simulyatori Packet Tracer haqida demak ma'lumotlarni bilsangiz. Demak, Packet Tracer bu tarmoq simulyatori bo'lib, Cisco Networking Academy tarafidan ishlab chiqilgan o'quv quroli desak bo'ladi. Demak, bu Packet Tracer'da birinchi navbatda kompyuterimizga o'rnatuv uchun uni yaratuvchilari tarafidan ishlab chiqilgan platformadan yuklab olamiz. Uning uchun Netacad saytiga kiramiz, Networking Academy saytiga kiramiz. Hamma bu yerda biz birinchi navbatda login, ya'ni o'zimizga akkaunt ochishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Netacad saytiga kirganimizdan keyin login tugmasini bossak, agarda bizda oldindan yaratilgan demak Netacad akkauntimiz bor bo'lsa, unda birdan login parolimizni yozib kirsak bo'ladi. Agar bo'lmasa, tumanlarda sign up knopkasi bor. Sol knopka orqali biz demak жаңа akkaunt yaratamiz. Ya'ni жаңа akkaunt yaratamiz. Demak, buning uchun mana yerda chiqqan agentdan to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Mana yerdan demak O'zbekistonda ingliz tilini topib olamiz. Demak, O'zbekiston, undan keyingi state'larda demak demak Qoraqalpog'iston mana yerda demak tug'ilgan yilingizni yozuv kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik 2000-yil may emas, yanvar oyida tug'ilgan odam bo'lsin. Continue orqali biz davom etamiz. Endi bu yerda atingizni yaratasiz. Masalan, men hozir Computer Networks. Mening demak bu yerga atingizni, bu yerga familiyangizni yozishingiz kerak. Men hozir demak Computer Networks degan akkaunt yaratib olibman. Iloji boricha o'zingiz to'g'ri atingizni, familiyangizni yozsangiz yaxshi bo'ladi. Sababi bu saytda, ya'ni bu platformada, Netacad platformasida har xil kurslar bor. Xalqaro tanilgan kurslar bor. Sol kurslarni o'qib bitirgansangiz, demak sizlarga sertifikatlar olishingiz mumkin yoki bajlar. So'larda demak o'zlaringizni rezyume, CVlaringizga qo'shib, demak har xil tanlovda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerga biz emailimizni yozamiz. Demak, emailingizga men hozir o'zim yangidan chiqqan emailimda Computer Network Courses emailini yozaman. Demak, computer bu yerga qaytib kelamanda. Demak, Computer Network Courses. Demak, buni men Gmaildan yaqinda akkaunt ochdim. Demak, sol akkauntimda yozaman. O'zlaringiz demak o'zingizning foydalanadigan emailingizni kiritsangiz bo'ladi. Va undan keyin bu yerga demak o'zingizga demak parol yaratasiz. Masalan, hozircha men o'zimga bir parol yarataman. Demak, bu yerda parolimiz, ya'ni sal xavfsizlik nazaridan sizlarga ko'rinmaydigan qilib qo'yilgan. Ya'ni bu yerga men hozir o'zimga parol yaratib olibman. Ya'ni men o'zimga toza akkaunt ochib olibman. Eng birinchi sharti demak o'zingizning bu platformada akkauntingiz bo'lishi kerak. Bir marta saqlanib qo'ysangiz, ya'ni bir marta saqlab qo'ysangiz navigatoringizda, men hozir bu yerda Edge navigatorni foydalanyapman. Bu Edge'da men parolimni saqlab qo'yaman. Ya'ni Networking Academy'da men hozircha akkaunt ochib o'tiribman. Bu akkaunt hozir ozg'incha vaqt talab qilsa kerak. Akkauntimda demak bu bag'ana aytganday bu Cisco'ning o'zining saytida demak buning programmalarning saytidagi har xil kurslardan foydalanganda talab qilinadigan o'zining talablari bor. Ya'ni shartlari bor. Shu shartlarga rozi bo'lsangiz, demak davom etasiz. Men bu shartlarni o'qib chiqib, undan keyin demak shartlarga roziman. Tekrargi birinchi shartga rozi bo'ldik. Ikkinchi sharti bizning ma'lumotlarimizni, ya'ni ular bizga ma'lumotlar har xil reklamalarni ilojib berib turib haqida so'ragan.
Buni shart emas belgilaymiz. Qarasangiz belgilab qo'ysangiz sizga har xil emaillar kelib turadi. Ya'ni Networking Academy tarafidan ishlab chiqilgan kurslar, har xil nelar bo'yicha ma'lumotlar kelib turadi. Okey, men buni accept qildim, ya'ni qabul qildim shartlarini. Ham men o'zimga akkaunt yaratib oldim. Mening demak atim Computer Networks degan familiyam bo'ldi. Demak, men akkaunt yaratib oldim. Endi bizga kerakli bo'lgan paket tracerni yuklab olishimiz uchun qaraylik, mana yerda bossangizlar, uch knopka menyusini bossangizlar, bu yerda bizda har xil kurslarimiz bor. Ya'ni bu yerda ashq kurslar bor. Bu kurslar haqida keyin yana bir video qilarman. Har qaysi bo'yicha har xil videolar bo'ladi. Bizga hozir paket tracerimiz kerak. Ya'ni paket tracer haqida ingliz tilida bir apply 2 soatlik kurslar bor. Bu kursda masalan hozir qayerdan sketchat qilib olib, hammasi demak bu kursimizda ko'rsatilgan. Qarasangizlar, demak ingliz tilida yoki bo'lmasa boshqa tillarda bor. Ispan, fransuz, hamda boshqa tillarda, arab tilida. Demak, hozir ingliz tilida turaveradi. Bu kursga men ya'ni bu kursda berilgan ma'lumotlarni o'qishim uchun, ya'ni men paket tracerda yuklab olishim uchun har xil linklar bor. Agar yozilmasam, bu kursga yozilmasam, kirmasam, demak bu ishni kira olmayman. Ya'ni bu kursni boshlashim uchun get started degan, ya'ni o'zim boshlayman, ya'ni o'zim o'z betimcha o'qiyman, o'ranaman degan nima biladi, self-paced. Demak, shu knopkani bosib orqali biz paket tracer haqida 2 soatlik kursga yozildik. Ham buni o'zim o'qib, har xil aktivitelar bor, shularni izlab o'rensam bo'ladi. Hozir bu videomizda demak sol kurs haqida o'tsak bo'ladi. Masalan, o'zim qo'shimcha materiallarni o'taman. Ya'ni bu kursda men hozir izlab o'tirgan tekrargi ma'lumot, ya'ni bu paket tracerda yuklab olishim uchun kerakli bo'lgan link. Ya'ni mana linkda demak men paket tracerda yuklab olishim mumkin ekan. Bu linkni bossam, men paket tracerda o'z kompyuterimga yuklab olishim uchun kerakli bo'lgan linklar chiqadi, ya'ni siltamalar. Men hozir ko'rib turganingizdek Windows operatsion sistemasini izlab olyapman. So'ng o'sha mana Windows operatsion sistemasi uchun bo'lgan faylni yuklab olaman. Agar siz Linuxda, ya'ni Ubuntuda ishlayotgan bo'lsangiz, buni yoki Mac, Apple kompyuterida ishlayotgan bo'lsangiz, bu versiyalarni yuklab olsangiz bo'ladi. Men demak Windowsda yuklab olaman, ya'ni mening kompyuterimga yuklab olaman. Hozir demak bu kompyuterda internet tezligi juda pastlab ekan. Hozir demak bu videoni pauza qilib turaman. Bu paket tracerimiz yuklanib olgan shu. Yoki bo'lmasa, o'sha demak qanchadir sekundlar qolibdi, yuklanib olsin, bo'lmasa pauza qilmasdan demak davom etaveraman. Yuklanib bo'lgancha demak bu joyga qaytib bu kurs haqida ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu kursda demak paket tracerni qanday yuklab olish, qanday o'rnatuv haqida hammasi demak videolar bilan berilgan. Bu videolar juda avval qarasangizlar, ko'rsangizlar bo'ladi. Ya'ni buni bossangizlar, sizga demak qanday qilib yuklab kerak, ya'ni bu paket tracer haqida bir qisqacha ma'lumot ekan. Yuqorgi videoda bo'lsa, qanday qilib yuklab olish haqida ma'lumot edi. Okey. Demak, buni kutib turgan vaqtimizda paket tracerimiz yuklanib bo'lindi. Demak, okey, endi to'liq bo'lmagan ekan. Hozir to'liq bo'lgandan keyin o'zi yuklanib bo'lgani haqida ma'lumot. Okey, demak yuklanib bo'lindi. Endi kerak bo'lsa qayerda saqlangan topib olamiz, ya'ni downloads ham bo'ladi. Menimcha downloads papkasida. Bu faylni biz ishga qo'shamiz. Ya'ni Windows operatsion sistemasini o'rnatishimiz uchun biz bu faylni 2 marta mushkamiz bilan 2 marta ishlatdik. Ya'ni bu yuklab olgan faylimizni ya'ni uстановочный deydi. Bizning kompyuterimizga o'rnatmoqchi bo'lgan o'rnatiladigan faylimizni demak ishga qo'shdik. Bu ozgina vaqt oladi. Hozir bu Windows operatsion sistemamiz sizlar uchun yangidan o'rnatilgan operatsion sistema. Bu yerda ko'pchilik programmalarimiz yo'q. Ya'ni bu kompyuterda men virtual turda o'rnatdim. Okey.
Demek har xil so'rovlar paydo bo'ladi. Rostdan bu programmani o'rnatasizmi? Ya'ni bu Cisco Systems tarafidan ishlab chiqarilgan programmani o'rnatganingizda, demak sizning qattiq diskingizga, ya'ni kompyuteringizga diskingizga demak o'zgarishlar kiritadi. Va deb biz rozilik beramiz. Ya'ni bu programma bizning kompyuterimizda o'rnanishi uchun komanda berdik. Demak, bu hozircha bu videomizda menimcha diqqatni qay yerdan yuklab oluvimiz, yuklab olish uchun Cisco Networking Academy saytidan dizimdan o'tib, ya'ni o'zimiz akkaunt ochib, paket tracerni yuklab olib, ham paket tracerni isga qo'shgancha demak davom etamiz. Undan keyingi videolarda sol paket tracerda qanday ishlatishimiz haqida demak ma'lumotlar berib boramiz. Demak, hozircha bu programmamizni yuklab oldik, endi o'rnatib o'tiribmiz. O'rnatuvga komanda berdik. Endi bu har xil nelar bizlarga har xil toza ekranlar paydo bo'ladi. Ya'ni bu yerda endi bag'anagi shartimiz saytdan foydalanish vaqtida shartimiz edi. Endi bu yerda bo'lsa paket tracerda kompyuterga o'rnatuvimizga qo'yiladigan talablar, ya'ni shartlari. Ya'ni bu shartlarni o'qib chiqib, undan keyin demak bu shartlarga razman deganda belgilab, undan next, ya'ni keyingi aynalarga o'tamiz. Bu mening kompyuterimda qay yerga o'rnatuv haqida. Ya'ni xohlasangizlar D diskiga, xohlasangizlar boshqa yerga o'rnatsangiz bo'ladi. Buni demak o'zi so'ragan sol program faylga o'rnata beraman. Ya'ni keyingi next knopkasini bosaman. Undan keyin demak bu programmani, ya'ni xohlasangizlar adni o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Paket tracerning 9-versiyasi deb qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Menimcha sol o'zining sungan asli bo'yicha qoldira beraman. Keyingi nemiz demak keyingi aynada create a desktop shortcut. Ya'ni biz kompyuterimizni qo'shgan vaqtda, ya'ni bizning desktopda, ya'ni рабочий stolimizda yarliq paydo bo'lsin-ba degan so'rov bo'lgan avval dedik. Bu yerda tezroq isga qo'shilish uchun mana yerda pusk bosgan vaqtida buni topib olamiz. Maqsad bo'lishi uchun bundan qo'shib qo'yamiz. Keyingisi demak install deb bosam, demak bu paket tracerda endi men o'zimning Windows operatsion sistemasindagi kompyuterimni o'rnatib o'tiribman. Ya'ni o'rnatuv prosessi boshlanadi. Bunda qanchadir vaqt oladi. Demak, bu programmamiz o'rnatilgancha sizlar menen demak bag'anagi kursimizda davom etib qarab ko'rsak bo'ladi. Demak, bu kursimizda ikki diqqatli bo'lim. Birinchi o'rnatuv, ikkinchisi birinchi demak amaliy, ya'ni tarmoq topologiyasini, ya'ni tarmoq ssenariyasini yaratuv haqida qisqacha ma'lumotlar. Qizig'i, bu kursda yaxshilab tamomlasangiz, ya'ni paket tracer haqida sizda ma'lumot bor haqida sizga asosiy sertifikat yoki sertifikat olsan bir baji beradi. Demak, o'zingiz akkauntingizga qo'shib qo'ysangizlar bo'ladi. Demak, bu skачать qiluvlari, ya'ni yuklab oluvimiz, sol haqida videolari bor. Ya'ni bu yerda videolarda aytib ketadigan bir yerimiz, agar ingliz tilini oncha tushunmasangizlar, mana yerda show transcript, ya'ni subtitlelarni hammasi demak xohlasangizlar to'g'ridan-to'g'ri sol yerda subtitlelarni ko'rib o'tirishingiz mumkin. Xohlasangiz yuklab olib uni perevod qilib, undan keyin birgalikda qaytadan ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz bunday subtitlni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz ingliz tilida, xohlasangiz boshqa tillarda, balki rus tilida da bo'lishi mumkin, yo'q ekan. Demak, qo'shib qo'yamiz. Buni boshqa vaqtimizda demak bu We would like to introduce you to a free network simulation tool, Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer software allows you to practice your network configuration things and cybersecurity. Hammasi demak aslında demak yozilib olibdi. Bu meni sizlar demak juda aqlli tilda tushuntirilgan. Bani meni demak ingliz tilingizda rivojlantirib olsangizlar bo'ladi. Okay, demak bu har xil videolar, undan keyin har xil demek paket tracerda foydalanib, har xil demek mana yerda har xil programmalar bor, ya'ni har xil kurslar bor. So'larga yoziling deb qo'yibdi. Demak, sol kurslarga yozilib, demak paket tracerda foydalangan holda sol kurslarda yaxshilab o'zingizda olishingiz mumkinligi haqida ma'lumotlar berildi. Ikkinchi bo'limda esa, ikkinchi modulda paket tracerda har xil demak tipdagi fayllarimiz,
Demek paket tracer'de bizde har xil tipdagi fayllar bo'ladi. PKA, PKT, PKZ, MPKZ tipindagi fayllarimiz paydo bo'ladi. Okey. Demek shu yerdan davom etamiz. Hozir bundan o'rnatib olgan yerimizni ko'ramiz. Okey. Demek paket tracerimiz o'rnatilib olibdi. So'ng shuni demek bu kurs haqida ma'lumot davom etamiz. Paket tracer'da ishlab bo'lganimizdan keyin demek faylimizni har xil formatlarda saqlasak bo'lar ekan. Har xil formatlar ne ekanligi haqida da bu yerda ma'lumotlar berilgan. Masalan, PKA fayli bu paket tracer'da activity file. Ham ya'ni bu fayl turi ko'proq uchrashadigan fayl turiga kiradi. A deganda demek PKA asmining activity, ya'ni ko'rinishini qabul qilsangiz bo'ladi. Ham demek instructions ya'ni bu tipdagi demek sizda har xil kurslarda o'qigan vaqtingizda sizlar PKA faylini yuklab olib, so'ng davom etishingiz mumkin. Ya'ni bu fayl tipida, ya'ni sizlarda paket tracer foydalangan vaqtingizda masalan har xil sertifikatli kurslari bor, xalqaro tanlangan kurslarda demek har xil aktiviteler beriladi. Ya'ni bu aktivitelerni sizlar yuklab olgan vaqtingizda sizda demek bu aktivitede, ya'ni bu amaliy yumishda nelarni ishlaringiz kerak, hammasi demek qo'shimcha aynada, ya'ni instructions windowda demek sizlarda paydo bo'ladi. Sol haqida demek bu ma'lumotlar berilgan. PKT fayli bo'lsa, bu o'zingiz tazadan ochgan faylingizni o'zingiz yaratib, o'zingiz saqlagan vaqtingizda demek bu odatdagidek PKT ko'rinishida fayl bo'ladi. Demek bizning yerda bizdan ma'lumot so'rab turgan ekan. Okey. Demek paket tracerimizni o'rnatib bo'ldik. Endi buni launch, okey. Bu bitishgan olib taslasak demek aqvay nimiz javladi. Paket tracer o'rnatib bo'lgan haqida aynamiz javladi. Agar buni bitishgan qo'yib turib bassak, demek bizga paket tracerimizni ochib beradi. Demek bu paket tracerimiz hozir ochilib o'tiribdi. Ya'ni bu ozg'intay ne deydi? Ozg'intay qanchadir vaqtni oladi. Birinchi marta paket tracerni ishga qo'shgan vaqtda, ya'ni biz paket tracerni yuklab oldik, uni o'rnatdik. Endi birinchi marta uni ishga qo'shib o'tiribmiz. Ya'ni birinchi marta ishga qo'shuv odatdagidek boshqa programmalarda ozg'intay ko'proq vaqt oladi. Demek bizim paket tracerimiz hozir ishga tushib o'tiribdi. Hem ishga tushgan paket tracerimizni birinchi faylimizni yaratib, undagi faylni saqlagan vaqtimizda bu umolchani deydi u, ya'ni qisqacha aytganda, agar biz hech qanday o'zgarish kiritmasdan sol faylni o'zini saqlagan vaqtimizda, demak PKT demak kengaytmasida sol formatda saqlanadi. Buni hozir birgalikda ko'ramiz. Demek bu yerda paket tracer nemiz ochildi. Ya'ni paket tracerda biz bir necha kompyuterda, ya'ni bir necha foydalanuvchilar tomonidan birgalikda bir-biri bilan balans o'rnatib ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bir klassda, masalan bir yerda bir tarmoqqa qo'shilgan ikki foydalanuvchi ikki kompyuterdan paket tracer o'rnatib, uning ssenariyasidagi bir kompyuter bilan boshqa kompyuterdagi foydalanuvchining ssenariyasidagi paket tracer, demak ikkovi bilan bir-biri bilan balans o'rnatish mumkin. Agar bo'lgan ava desangiz, ya'ni sol nenisini ishga qo'shadigan bo'lsangiz, demak sizda firewall, ya'ni sizning kompyuteringizning xavfsizlik programmalari demak uni bloklab qo'ygan bo'ladi. O'g'an demak ruxsat beruvingizni so'raydi. Men hozircha yo'q deyman, demak menga multi-user kerak emas hozircha. Buni keyinchalik qo'shib olsangiz bo'ladi. Hozircha menga bu qo'shimcha narsa kerak emas, so'ng uchun yo'q dedimda, demak paket tracerni ishga qo'shib komanda berdim. Ham buni demak paket tracerdan qo'shiluvini kutamiz. Demak paket tracerimiz bu 9-versiyasi yaqinda ishga tushdi. Demek bu videolarimizning, bundan keyingi saboqlarimizdan videolarimizning hammasida demek son 9-versiyani foydalanamiz. Agar sizlar oldingi versiyalarni skachat qilgan bo'lsangizlar, demek qilsangizlar 9-versiyani skachat qilib olib, ya'ni yuklab olib o'rnatsangizlar yaxshi. Demek birinchi marta qo'shilgan vaqtida bu paket tracer sizdan ya'ni avtorizatsiyadan o'tib, ya'ni login parolingizni so'raydi. Ya'ni bu paket tracerga ruxsat beraymi deb aytibdi. Okey, ruxsat beraver dedim. Ya'ni firewall demek baribir mening firewallim buni blok qilgan ekan. Okey, men hozircha ya'ni
ya'ni packet tracer bag'ana aytganimday Cisco Networking Academy'ning o'zining yaratgan programmasi bo'lgani uchun har xil ma'lumotlarda demak login parol qilishimiz kerak bo'ladi. Ham bu основной, ya'ni tekarg'i server bilan balans o'rnatib turadi. Shuning uchun bu kerak bo'ladi. Ya'ni biz endi bu yerda yana qaytadan avtorizatsiyadan o'tishimiz kerak. Ya'ni qaytadan login parol berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni paket tracerda kim foydalanib o'tirganligini xabarlovimiz kerak bo'ladi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, keep me logged in deganimiz meni demak 3 oy davomida mendan qayta login parol so'rama deganda buni belgilab qo'yamiz. Agar buni belgilamasangiz, siz har doim paket tracerda yangi eski qo'zg'algan vaqtingizda demak sizdan qayta login parol so'rab turadi. Undan keyin bu yerda sal menda yuqori rezolyutsiyada ko'rinib qoldi. Demak, bu yerda worldwide yoki shayni, ya'ni mening login serverim worldwide, ya'ni Xitoydan boshqa yerdagi, dunyo yuzidagi boshqa serverlar, ya'ni dunyo yuzidagi boshqa serverlar meni demak buni bu yerda login degan knopka bo'lishi kerak. Demak, soni bossam login is in progress, ya'ni men login knopkasini bosdim. Hozir sizlarga ko'rinib turgan kichkintoy ko'k ekranimiz login so'rab turgan ekran edi. Ya'ni soni bossam mening har doim foydalanadigan brauzerimga qaytadi. Ya'ni men brauzerimga qaytib kelgandan keyin bu yerda biz ya'ni bu yerda avtorizatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Login password orqali. Sol orqali demak biz bu yerda login parolimizni yana bir marta beramiz. Ya'ni men navigatorimda bu yerda o'zim login qilib qo'yganim uchun meni qaytadan so'rab o'tirmadi. Ya'ni men o'sha avtorizatsiyadan o'tdim. Shuning uchun qaytib kelib men paket tracerga kelsam, demak paket tracerim ishga tushgan bo'ladi. Demak, keyingi saboqlarimizda shu yerdan boshlab, ya'ni paket tracerda ishga tushirib, bu yerda paket tracer haqida bo'ladi. Paket tracer bu tarmoq simulyatori. Ham bu haqida keyingi saboqlarimizda, keyingi videolarimizda ma'lumotlar berib boramiz. Azizlar, rahmat. Demak, bu birinchi kompyuter tarmoqlari saboqlari bo'yicha birinchi video saboqlarimiz bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.